Hop, Svandordamiz. Svandor Kamrayn. Specializate Vyetnamdagi Svandorni atelyedamiz. Hop, hozir ujin masalan, ujin dasturxonini sizlar bilan bo'lishmoqchiman, qanaqa bo'lishini. Bu yerda qanaqa? Bu yerda oshxona har xil davlat oshxonasiga bo'lingan. Ya'ni Xitoy, Koreya, bolalar oshxonasi, parhez ovqatlari hamda rus ovqatlariga bo'lingan ko'proq. Lekin общий shvedskiy stol bor, hamma atelyeda bo'ladi shunaqa. Mana hozir misol uchun sizlarga ko'rsatsam. Mana bundan boshlanadi ovqatlanish. Bu yerda mana sho'rvalar. Mana sho'rvalar har xil. Aslida ikki xil sho'rva. Bizda biladigan ugra sho'rva bilan qaynatma sho'rva. Ketdi mana Xitoy milliy taomlari boshlanadi. Men ujunga sho'rva ichmoqchi emasman. Mana krevetkani ko'rasizlar, krevetkani ko'rasizlar. Hop, mana bu Xitoy ovqatlari. Mollyuskalar. Mana bu kalmarlar. Mancha asosiy bo'ladi. Bu Xitoy ovqatlari. Xitoy ovqatlari mana buncha yomiyman, mana kalmarlar. Hammasi mo'li produktlar. Mana Xitoy bayrog'ini ham Vyetnam bilan Xitoy bayrog'ini qo'yib qo'ygan. Hop. Vyetnamskiy kitayskiy kuxnya bu. Hop, dальше. Ketdim. Общий mana salatlar. Salatlar hammasi shu yuzdan dejurniy salat. Anta mayonez deydi, mana bu tarafda bitta mayonez deydi. Xullas, bodring, pomidor, karam, olivka, garimdor hammasini har xil marinovaniysidan tortib oddiysigacha bergan. Mana bu meva qatori. Bitta mana o'zi Vyetnamga ko'rsatsam, hamma misol uchun mana ayolimni xususan meva yeyish uchun kelgan. Bilan ovqatlari bari o'zbek taomlari ichadigan shim emas. Men javob beraman. No, meva, haqiqatda mevadan qo'rqinish etdi. Mana bu mayonezli salatlar. Mana bu ko'rinishdan fransuzskiy, lekin fransuzskiy emas. Ani ham ko'rinishdan timsalatga o'xshaydi, lekin timsalat emas. Ketdi mana. Har xil rollar bor. Baliqlardan qilingani bor. Misol uchun mana bu. Ama tuxumdan qilingan ekanmiz. Foydali narsa. Yana bu yerda nimalar bor? Mana guruchdan taomlar. Ammo guruchli tort deydi. Ammo guruchli dumaloq tort deydi. Qani bu yerda guruch desanglar, men ham bilmayman, lekin nomi shunaqa. Ichida guruchdan qilinadi. Mana bu kreker. Bu adashmasam mollyuskalardan qilinadimi? Yo, krevetka yo, mollyuskadan qilinadigan krekerlar bu. Har xil tofuni, har xil turlari. Mana bu bilasan nimali? Mana bu tunetsli rulet. Bizda mana bu mol go'shtidan, ot go'shtidan rulet qiladi. Mana bu tunet balig'idan mana rulet qilgan. Mana bu yerda ham har xil mayonezli salatlar, orqa tarafi. Mana bu issiq taomlar. Mana halol sertifikati bor. Va tarelkasida mayli butunni alohida qilinglar. Singanni alohida qilinglar. O krevetka ko'rasizlar, mana halol sertifikati bor. Bunaqa. Tak, Svandorda. Hali ochib ko'rsataman, bu nima ekan? Ana mollyuskalardan ovqatlar. Mana yemayman. Bunaqa narsa xafa bo'lmaysizlar. Mana bu Koreya milliy taomlari. Salatlari, ovqatlari. Men bilasam, mashhur mandusini, mana shu mashhur. Ezi. Hop, mana bu nima bu? Ana, mol go'shti salat. Xuddi bizani nimaga o'xshaydi bu? Ana Uyg'urlarning ovqati bor-ku. Go'shtdan tayyorlangan otasini nimadan deydi, o'shanga o'xshar ekan. Tak, bu nonlar. Nonlarning turlari bilan atellar yengil emas. Tak, shirinliklarni ko'rsatdim. Ayollar bizani o'zi shirinlikni yaxshi ko'rishadi. Shirinlikning har xil turlari bor. Sirnikimi, ekler deydimi, mana uni ekler deysizmi? Har xil turlar, pirog deysizmi? Har xil turlari bor. Lekin bular birortasini men haltatib ko'rganim yo'q. Bu garnirlar biza sevgan. Bolalarimiz yaxshi ko'rishadi makaronlar. Hop, bu yerda bitta grill taomlari mana. Bitta oshxona alohida. Ko'p mo'li produktlarga alohida, mol go'shtiga alohida. Ovqatlar tak, piyozli, baliqli, baqalajon, krevetka, tovuqli va mol go'shtli. Hop. Go'sht savoldi.
Qayerda solishyapti? Sosiska. Tak. Yoshligimizdan eslab turaymiz. Tak, bu turkcha oshxona. Nimasidan bor? Hop, dars yuramiz biz. Bu nima? Bulg'ori qalampiri. Voy, mana dengiz mahsulotlari, mollyuska, krevetka, ham kalmar bo'lishi kerak desam. Bu nima? Mollyuska, ham bu nima? Bu bilmadim, to'g'risi. Mana bu ham sabzavotlar bilan makaron bo'lsa kerak. Hop. Voy, mana ularni. Adashmasam mana buni ular ana chuchvara deydi, bizda chuchvara, mana qo'rilgan chuchvarasi mashhurlar. Garnir. O'qosizlar mana. Mana qaranglar. Bu cho'chqa go'shti. Mana unga garnirlar narsalar, lekin oshxonasi alohida. Ko'rdinglarmi? Qo'rilyapti. Qo'rilyapti. Oshxonasi alohida cho'chqaniki. Aytdim sizlarga, ruskiy kuxnya ham bor bu yerda. No, alohida. Shuning uchun ham farq qiladi. Mangal joyi. Brat mana kavkazskiy shashlikni vyetnamskiy variantda qo'yibdilar. Vроде бы yomon emas ko'rinishda. Bu hammasi bu garnirlar, shuni shashnasi. Ancha bo'ldi, shu bilan tugat. Ichimlikdan so'rayotgan